Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov hamda qozog'istonlik shaxmatchi Bibisora Asubayeva o'rtasidagi munosabatlar qizg'in muhokama qilinmoqda. Xo'sh, dunyo shaxmat olamida o'z o'rniga ega bo'lgan Bibisora Asubayeva aslida kim? Videoni tomosha qilishdan avval sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. 2004-yilda Tarazda tug'ilgan Bibisora shaxmatni 4 yoshida bobosidan o'rgangan. U shunchalik iqtidorli ediki, 7 yoshidayoq o'z yosh toifasida jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Qiziqarli jihati, Bibisora faqat shaxmat bilan cheklanib qolmay, badiiy gimnastika bo'yicha ham Astana shahri chempioni bo'lgan. Asubayeva shaxmatning blitz yo'nalishi bo'yicha chempion bo'lgan, tarixdagi eng yosh ayol sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kirgan. U bu unvonni ketma-ket 3 marta 2021, 2022, 2025-yillar himoya qilib, o'zining bu yo'nalishda tengsiz ekanini isbotladi. 2025-yilda esa u o'z mamlakati tarixidagi ikkinchi ayol grossmeysterga aylandi. O'zbekistonlik shaxmatchi Javohir Sindorov hamda Bibisora Asubayeva o'rtasidagi munosabatlar haqidagi xabarlar muxlislar orasida iliq kutib olindi. Bu juftlikning professional darajasi va yutuqlari bir-biriga juda mos ekanligi ko'plab ijobiy fikrlarga sabab bo'lmoqda.